Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli abituriyentlar, hurmatli ota-onalar. Demak, darsimizni boshladik. Bizda birinchi o'rinda essay haqida ma'lumot. Essay nima? U biz uchun nimaga kerak? Essay deganda biz hayolimizga nima keladi? Undagi qoliplar qanday va nimalardan iborat bo'ladi? Essayda birinchi biz glavniy holatda yo'l qo'yadigan xatoligimiz bor. Birinchisi, mavzuni tushunmaslik. Mavzuni tushunmaslik. Mavzuni tushunmaslik. Katta yozaman, tezroq o'chirib yozaman. Sizlar screenshot qilishinglarga ulgurib olishinglar kerak. Mavzuni tushunmaslik. Ikkinchi o'rinda strukturani bilmaslik. Strukturani bilmaslik. Uchinchi o'rinda fikr kelmay qolishi. Yaxshilab e'tibor berib turing. Essayda birinchi o'rindagi narsa, ya'ni mavzuni yaxshi tushunmaslik. Bu nimadan kelib chiqadi mavzuni yaxshi tushunmaslik? Birinchi o'rinda siz mavzuga aloqador bo'lgan ma'lumotni topa olmasligingizdan kelib chiqadi. Eshitishimiz mumkin, imtihonda qanaqa qilib mavzuni ko'rmasligimiz mumkin. Mavzuni tushunmay qolishimiz mumkin. Misol uchun, bu safarga tushgan, ya'ni noyabr oyida tushgan essay mavzularini ko'rsangiz, odamni yuragini siqib qo'yadigan holatda bo'ldi. Nimalar haqida gapirayotganligi, nimaga e'tibor berayotganligimiz, hammasi chetda qolib ketib qoldi. Misol uchun, ma'lum bir mavzuni olaylik. Mana o'tgan safarga tushgan mavzulardan ma'lum bir bittasini olaylik. Qarang. Mavzulardan o'tgan safarga tushgan mavzulardan eng asosiylardan biri, e'tibor bering, mahalliy ishlab chiqarishga oid mahsulotlar. Uni ko'rmaylik-da, biz 8-kunga tushgan essayni ko'raylik. Mana, imloviy savodxonlik jamiyat dolzarb muammolardan biri sifatida e'tirof etdi. Ayrimlar imloviy savodxonlik insonning aqliy tafakkurini ochib beruvchi vosita deb qarasa, ba'zi birlar aqliy faoliyatni ochib berishda imloviy savodxonlikning aloqasi yo'qligi haqida dalillar bilan isbotlangan. Endi bu qaysidir smenaga tushgan, 8mi, 1-kunmi, 2-kunmi, qaysidir biriga tushgan. Yoki bo'lmasam, axborot texnologiyalari taraqqiyoti insonning ma'lumot olish manbalari bo'lgan qarashlarni o'zgartiradi. Ba'zilar internet va raqamli manba, gazeta va jurnallar o'rnini egallamoqda deb hisoblaydi. Ayrimlar esa gazeta va jurnallar hanuzgacha ishonchli va muhim manba ekanligini ta'kidlaydi. O'tgan safarga tushgan essay mavzulari. Mana. Endi bularda mavzuni tushunmaslik nima? O'tgan safargi noyabr oyida ko'proq media va sun'iy intellektga oid mavzular tushdi. Shunga e'tibor beringlar. Media yoki sun'iy intellektga oid mavzular tushdi. Endi bu safar, menimcha bu safar ham xuddi shunaqa raqamli san'at, raqamli iqtisodiyot yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, umumiy holatda haqiqiy san'at bilan raqamli san'at farqi, sun'iy intellektning rivojlanishi, shunga o'xshagan mavzular tushib qoladi keyingi safarga. Endi biz ehtimoliy deyishdan yiroqmiz bu narsalar. Xo'p, ikkinchisi, qarang, strukturani bilmaslik. Sizga kanalimizga tashlab qo'yamiz. Kanalimizga tashlaymiz bu narsani. Yaxshilab ko'ring. Tayyor struktura bor. Shuni har bittasini ko'rib chiqdik bo'ldi. O'zi shu struktura bilan yozganlar 70 dan yuqori essay balob chiqishdi. Ko'pchilik aytadi, "Domla, siz nimaga kanalga vazifa tashlamaysiz umuman natijangizni?" deydi. Xudoga shukr, o'quvchilarimiz ichidan onlaynlar ham zo'r natija qildi. Essaydan 70 balldan yuqoriroq essay yozgan o'quvchilarimiz ham bor. Kanalga tashlab men kimga nimani isbotlab bermoqchiman? Hech kimga hech narsani isbotlab bermoqchi emasman. Shuning uchun kanalga hisobot berib qo'yaman. 2 kundan keyin beraman, sababiki hozir to'laligicha hamma topshirgan o'quvchilardan so'rab chiqyapmiz natijalar nima bo'lganini. Umumiy holatda yolg'onlashtirmagan holda xohlasa natijalarni sizlarga tashlab beramiz. YouTube'ga tashlaymiz, Telegram kanaliga hisobot tashlaymiz. Xo'p, strukturani bilmaslik. Mana shu struktura bor. Essay yozishda
Kirish qismi. Hozirgi kunda, so'nggi yillarda ko'pchilikka ma'lumki, jamiyatimizda keng muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bu. Mana bu mavzu deb ketasiz. Masalan, misol uchun aytadigan bo'lsak, axborot texnologiyalari, raqamli texnologiyalar deb ketsangiz bo'laveradi. Endi kirish qismiga qanday boshlashingiz kerak? Hozirgi kunda, so'nggi yillarda ko'pchilikka ma'lumki kabi so'zlar bilan boshlasangiz bo'laveradi. Demak, qanday boshlashimiz mumkin ekan? Xo'p, asosiy qismni bandlarning ichiga ham kiramiz hozir. Haqiqiy bandda nimalarni ko'rishimiz kerakligini aytib ketaman. Birinchidan, ikkinchidan qanday yoziladi, ikkinchi qism qanday yoziladi, shaxsiy qarash qanday yoziladi, xulosa qanday yoziladi. Mana shu strukturani hamma o'ziga saqlanib qo'ysin. Mana strukturani hamma o'zi saqlanib qo'ysin. Xo'p, ketdik. Uchinchisi, fikr kelmay qolishi. Ko'pchilikda bor fikr, shu mana bu essay bo'ladigan bo'lsa, katta qilib chizyapman. Birinchisi bu kirish qismi, ikkinchisi bu xulosa, ya'ni tugatish. Yozuvga e'tibor bermaysizlar, sababiki tekst ekranga ruchka bilan yozilyapti. Albattaki, biz o'ylagan yozuv chiqmay qolishi mumkin. Shuni ham hisobini olinglar. Xo'p, endi siz essayni mana bu yerdan ketasiz, qarang. Shunday fikringiz kelib ketasizda, mana bu yerga yo dalil keltirayotganda yoki shaxsiy fikrda siz essay to'xtatib qo'yasiz shu yerda. Nima uchun? U yog'iga sizga ma'lumot yetishmay qolgan. U yog'ida sizda ma'lumot yo'qmi? Endi shaxsiy fikrga nimani yozamiz? Xulosaga nimani yozishimiz mumkin? Asosiy qismga nimani yozishimiz mumkin? Degan har bitta detalniy narsalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Keling, mana shularni skrinshot qilib olingda, bir chekkadan boshlaymiz. Ya'ni nimaga? Mana bu fikr kelmaslik degan bo'limni ichini ochib beraman. Va dastlab essay o'zi qanday holatda ekanligini tushuntirib beraman. Xo'p, skrinshot qilib oldinglar-a? Bo'ldi, endi buni o'chirib olamiz. Menimcha, guruhga rasm tashlash mumkin bo'lsa kerak. Rasmni hozir men ko'raman, ochib qo'yaman. Agar guruhga rasm tashlash mumkin bo'lmasa, media yuborishda hech qaysisi ochiq emas ekan. Bo'ldi. Rasmni ochib qo'yaman. Skrinshot qilib guruhga tashlayverasizlar. Ya'ni shu yozgan xabaringizni kommentariyasiga. Xo'p, birinchi o'rindagi narsa bu essay o'zi nima ekanligi va o'tgan safargi essayda qayerda xato yo'l qo'yganinglar. Essay, qarang, bizda berilayotgan fikrni, aytayotgan fikrimizni qisqa va lo'nda ifodalash shakli. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Muammo beriladi, muammoga yechim topiladi. Boshqa narsa kerak emas. Demak, muammo beramiz, muammoga yechim topamiz. Qarang. Endi davom etamiz. Mana bu yerda mana muammo va yechim. Bo'ldi. Shu muammoga yechim topolsak bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas bizga. Endi qarang. E'tibor beramiz. Endi essayning umumiy holatda mavzuni tushundik. Mavzuni tushunganimizdan keyin essay qanday yoziladi? Essay qanday yoziladi? Dastlab kirish qismidan boshlaymiz. Essay kirish qism. Mana essay nima ekanligini ko'rib ketyapmiz. Kirish qism esingizdan chiqmasin. Bu 2 yoki 3 jumladan iborat bo'ladi. Ya'ni siz bilan biz til bilan aytganda gapdan iborat bo'lishi kerak. 2-3 jumla, ya'ni 2-3 gapdan iborat bo'lishi kerak.
Ikkinchi o'rindagi narsa matn aynan ko'chirilmaydi. Matn aynan ko'chirilmaydi. Matn aynan ko'chirilmaydi. Ko'chirilmaydi. Matn mazmun aynan ko'chirilmaydi ekan. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak. Uchinchisi, tezis qo'yiladi. Ko'pchilik aytadi, tezis qo'yiladimi, qo'yilmaydimi deydi. Tezis qo'yishingiz bu siz uchun ixtiyoriy narsa. Ya'ni muammoingizni keltirib olasiz xolos bu yerda. Nima muammo keltirilishi kerakligi haqida yozasiz. Endi kirish qismida nimalar bo'ladi? Kirish qismida matn aynan ko'chirilmaydi. Ya'ni umumiy jumla, ya'ni mazmunning, mavzuning dolzarbligi aytiladi. Qay darajada dolzarb ekanligi. Keyingisi mavzuni muhokama qilasiz. Nimaga u mavzu berilganligi haqida muhokama etadi. Kirish qismida nima berilmaydi? Kirish qismida nima keltirilmaydi? Birinchisi shaxsiy fikr keltirilmaydi. Shaxsiy fikr berilmaydi. Ikkinchisi, dalil keltirilmaydi. Kirish qismida dalil keltirib oladi ko'pchilik. O'zini fikrlarini aytib, dalillarini aytib. Uchinchisi, mavzudan chetlashmaysiz. Mavzudan chetlashmang. Mana shu yerda mana o'chiramiz buni. Mavzudan chetlashmang. Mana mavzudan chetlashmang. Shu uchalasi esingizda qolsin. Kerak emas bular. Mana bu uchalasi. Shaxsiy fikr keltirish, dalil keltirish, mavzudan chetlashish umuman kerak emas. Mana. Tushundingizmi? Bu narsalar bo'lsa bo'ldi, esdingiz pishdi. Kirish qismidan boshlab pishadi esdingiz. Tushuntira oldimmi? Demak, davom etamiz. Keyingisi. Bu kirish qism kimda nima savol? Mana kirish bo'yicha savol deylik. Kirish bo'yicha savol. Kimda qanday savollar bor? Screenshot tashlaganlarga Alloh rozi bo'lsin. Savolinglarni yozinglar. Menimcha hech kimda savol yo'q. Oxirida namunaviy estiyani ko'rib olsak, shu bilan hamma narsa ko'ngildagidek bo'ladi. Xudo xolasa bizni onlayn darslarimiz xuddi shunaqa jonli efir shaklida bo'ladi. Bemalol hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Oldingi zaman qolmadi. Faqat audioni qo'yib olib, og'ziga kelganini gapirib o'tirish qolmadi. Tugadi unaqa zaman. O'quvchilar bilan men nimaga xuddi shunaqa tayyor men ham slayd qilib olsam bo'laveradi. Buni intellektga bitta matnni tashlasam 8 ta slayd chiroyli qilib beradi. Bu oson ish. Nimaga unaqa qilmasdan o'zim yozib o'taman desak, ana shu paytda savol tug'ilib qolishi mumkin o'quvchilar. O'rganish bilan birga tafakkur ham ketadi. Shuning uchun xuddi shunaqa shaklda o'tamiz. Mayli, har bitta masalan 10 ta gruppa bo'lsa 10 ta gruppamga yozing. Lekin ana shu paytda o'quvchi manfaatli bo'lishligi uchun. Xo'p, ketdik. Endi davom etamiz. Hech kimda hech qanaqa savollar bo'lmayapti menimcha. Savolinglar bo'lsa, ko'ramiz. Balga albatta ta'sir qiladi. 100% balga ta'sir qiladi. Yo'q, mavzuni o'zgartirmasdan ko'chirib qo'ysangiz, balangiz tushib ketadi. Retorik so'roq gap kim aytdi shunaqa oshta narsalar qo'shinglar? Yo'q, uni bunaqa nima deysiz? Qo'shsangiz aslida bu fikrlarning qay biri to'g'ri degan narsa. Sizlar umumiy strukturani ko'ringlar, strukturadan savollar bormi? Hali u ichidagi shakllarni ko'ramiz. Ustoz kirish qismida mavzuni o'zini ko'chirib qo'y. Yo'q, no. Hech qachon bo'lmaydi. Demak, aytarlik savol yo'q ekan buncha. O'chirib olamiz. Endi asosiy qism. Yaxshilab qarab turinglar. Eng qiziq joyiga keldi. Asosiy qism. Asosiy
yangi qo'shilgan ustozlarimiz domla nimaga oyog'ida yozyapti deb o'ylamanglar. Sababi bu yerda umumiy doskamiz silliq, ruchkamizda yozyapti. Shuni hisoblang. Endi e'tibor bering. Asosiy qism kamida 3 xat boshidan iborat bo'lishi lozim. Birinchi o'rinda unda qurilishi. Asosiy qism mana bu yerga yozib qo'yaman, qurilish. Qurilishi. Birinchisi 3 xat boshidan iborat bo'ladi. 3 xat boshidan iborat bo'ladi. Iborat bo'ladi. 3 xat boshidan iborat bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Uchta xat boshi bo'lyaptimi? Har bir xat boshida har bir xat boshida sabab, mana shuni qizil ruchka bilan yozaydi. Sabab, hali xat boshlar nima ekanligini ko'rganimiz yo'q. Shuning uchun aytyapman. Sabab, dalil, ya'ni dalilni yana bir nomi isbot deb qo'ysak ham bo'ladi. Dalil isbotlansin. Har bitta qarashingiz. Har bitta xat boshi xuddi shu shaklda ketishi kerak. Birinchi xat boshida sabab bilan dalil bormi? Bo'ldi. Ikkinchi xat boshida sabab dalil bormi? Bo'ldi. Uchinchi xat boshida sabab dalil bormi? Bo'ldi. Shu esingizda qolsin. Davom etamiz. Uchinchisi dalilga hop STni berilgan vaziyat yuzasidan berilgan vaziyat yuzasidan hayotiy misollar bilan isbotlaysiz. Albatta mana bu yeriga e'tibor bering. Hayotiy misol berilmasa esse emas. Tushuntira oldimmi? Hayotiy. Siz hayotiy misol deganda har bitta jonli efirda aytaman, ammengizni, tog'ingizni, xolangizni, o qo'shningizni, ikkita mahalla naryoqda qandashingizni tinch qo'ying umuman. Bu jamiyat taraqqiyotiga oid bo'lgan hayotiy misol keltirasiz. Sizlar tillar bilan aytganda, Instagram bor odamlar til bilan aytganda, rekka chiqqan mavzularni qo'yinglar. Rekka chiqqan mavzularni qo'ymasangiz umuman bo'lmaydi. Xo'p, davom etamiz. Xo'p. Ketdik. Endi e'tibor qarating. Buni yozib oldinglar. Davom etamiz. Yana asosiy qismda nimalarni qilishimiz mumkin? Screenshotni tashlab qo'yinglar guruhga. Xo'p, asosiy qismni mana 3 ta xat boshiga bo'lamiz. Asosiy qism. E'tibor bering. Birinchi, biz tezis qo'yamiz, ikkita taraflama tezis qo'yamiz. Misol uchun aytadigan bo'lsak, raqamli texnologiyalarni kimlardir ijobiy xususiyat hisoblasa, boshqa toifa vakillari raqamli texnologiyalar salbiy xususiyatlarga ega deb hisoblashadi. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, ba'zi bir insonlar raqamli san'atni biz jamiyatimiz taraqqiyoti uchun kerak deb hisoblasa, boshqa toifa vakillari raqamli san'atdan ko'ra hayotiy, ya'ni real hayotdagi san'atlarni qadrlashadi.
Xo'sh, aslida bu fikrlarning qay biri to'g'ri? Misol tariqasida bitta esse mavzusini shakllantiraylik. Oldingi tushgan esse mavzulardan bittasini. Xo'p, bularda qanday keltirishimiz mumkin? Bularni qanday keltirishimiz mumkin? Masalan, qarang. Birinchi tomon vakillarining fikrlarini ko'ramiz. Birinchi tomon vakillarining fikrlarini ko'ramiz. Ya'ni raqamli san'atni yaxshi deguvchilarda qanaqa o'zgarish sabablari bor? Raqamli san'at zo'r deguvchilarda qanaqa sabablari bor o'ziga yarasha? Birinchi o'rinda sabab. Mana 3 ta sabab keltiriladi. Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan. Misol uchun, raqamli san'atni yaxshi deb fikrlovchi insonlarning bir qancha o'zgarish sabablari bor. Birinchidan, raqamli san'at palondaqa, pistondaqa, pismadondaqa deb turib 3 ta sabab keltirganingizdan keyin unga dalil keltiradi. Faqatgina raqamli san'atni masalan ko'pchilik aytadi. Domla, esseda bitta mavzuda ijobiy, salbiy tomonlarini yozish kerakmi degan fikr keltiriladi. Bizga ijobiy, salbiy tomon degan narsani qizig'i yo'qmi? Tushuntira oldimmi? Ijobiy, salbiy tomon degan narsani kerak yo'q. Bizga nima kerak? Birinchi o'rindagi narsa esseda har ikki tomondan turib tahlil qilib. Masalan, raqamli san'at degani qanaqa? Masalan, sun'iy intellektlar tomonidan yaratilayotgan san'at asarlari deyapti. Xo'p, shular yaxshimi, ijobiymi, salbiy? Endi uni ijobiy deguvchilar tomoniga o'tib turib fikrlang. Endi yo'q, real hayotdagi san'at kerak desa, ular tomonga o'tib turib fikrlang. Ikkov tomonni teng olib keting. O'zini qarashlari bo'yicha biz nima qilamiz? Ko'pchiligimiz yo'l qo'yayotgan xatolar. Oddiy narsa, raqamli san'atni yomon ko'rasizda, siz real hayotdagi san'atlarni ko'rish kerak. Raqamli san'atlarda ijobiy bitta ikkita fikrni topib turib, salbiysini qarashtirib tashlaysiz. Qaysidir bir dono qo'shtirnochidagi dono sizga shuna degan. Lekin u narsani kerak yo'q. Tushuntira oldimmi? Demak, bu yerga dalillarni nimani keltira olamiz? Mana sababni keltirdik. Dalillarga nimani keltiramiz? Dalillarga hayotiy misol. Ikkinchi o'rinda tadqiqot. Uchinchi o'rinda mana bu o'rtasiga yozib ketaylik. Qaror, qonun, hujjat. Mana shuni keltiraylik. Shular dalil bo'ladi. Endi bizga savol tug'iladi. Domla, desa statistikachi. Mana shuni kimdir dalil deb o'ylagan bo'lsa, oshqovoq ekan. Statistika hech qachon dalil bo'lolmaydi. Statistika bu nima? Berayotgan dalilingizni rostdan dalillayotganingizga isbot sifatida beriladigan narsa, xolos, boshqa narsa emas. Tushuntira oldimmi? Demak, dalil sifatida berilayotgan oddiy bir argument, xolos, boshqa narsa emas bu. Masalan, aytadigan bo'lsak, tadqiqotni berib turib, tadqiqot orqasida uni statistikasini keltirib qo'ysangiz bo'ldi. Shu dalilga qo'shimcha poddesh bo'ladi. Ko'pchilik nima qiladi? Esseni yirtvardim deydi, yozvardim, chachvardim deydi, esa dalilga nimani keltirdim desa, men statistika esimga tushib qoldi, shu keltirdim. Yo'q, statistika keltirdingizmi? Siz u yerda dalil degan joyingiz ochiq qoldi. Mana siz past balo olayotgan joyingiz. Demak, dalilga statistika umuman keltirilmaydi. Ko'zingizni katta qilib ochib qo'ying. Tushundingizmi? Dalilga statistika umuman keltirilmaydi. Buni screenshot qo'yinglar, davom etamiz. Ketdik. Asosiy qism. Birinchi xat boshi. Ya'ni esseni birinchi tarafini bu yerda birinchi o'rinda umumiy gap keltirasiz.
umumiy birorta bir gap keltirasiz. Masalan, Eee, raqamli san'atni ijobiy deb hisoblovchilarning bir qancha o'ziga yarasha sabablari bor deb turib umumiy gapni keltirasizda. Ikkinchi o'rinda birinchi xat boshiga argument keltirasiz. Endi sizda savol tug'iladi. Sizni chunki qiynab tashlaganda, domla o'zbekcha gaplashaylik, o'zbek tili yo'q, argument nima desangiz, sizga chiroyli qilib sabab deb qo'yishim mumkin. Sabab keltiringda. Oddiy sabab keltiring. Masalan, shu raqamli san'atda rivojlanish kerak bo'lsa, nima uchun rivojlanish kerak degan narsalarni keltiring. Raqamli san'at rivojlansa, mana bular rivojlanadi, mo'lar rivojlanadi, mana bu ishlar yaxshi bo'lib ketadi, mana bu shakllar yaxshi bo'ladi degan hamma narsani keltiring raqamli san'at bo'yicha. Endi argument nechta bo'lishi kerak? 2 yoki 3 ta. Bitta sabab keltirmanglar. Haligi bor-ku, nechta qo'ya oldi desa, bitta deydi-yu. Xuddi shundan bo'lmasin-a? 3-o'rinda fakt keltiriladi. Fakt keltiriladi. Faqat 1 yoki 2 ta bo'ladi. Mana. Fakt keltiriladi. Dalillayotgan paytida fakt shu. Ya'ni dalil deb qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'p, ikkinchi xat boshiga birinchi o'rinda mana ikkinchi tomonga o'tyapsiz-ku. Masalan, raqamli san'atni rivojlantirish bo'lsa, mana bu real hayotdagi san'atni rivojlantirish. Xo'p, bu yerda birinchi o'rinda zanjir jumla qo'yiladi. Zanjir jumla qo'yiladi. Ya'ni zanjir jumla nima? Zanjir jumla deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Ko'pchilik maqol qo'yadi yoki u yerdan bu yerga ko'targan. Xudoga shukr, biz ham yaxshi ham baxtimizga 3 ta tirik maqollarimiz bor. Biri yaxshining biri yomoni bo'lgani kabi, yoki bo'lmasam oy haqida gapiramiz. Bir oyning yorug'i bor, qorong'usi bor deydi, to'g'rimi? Hop, biri yaxshining biri yomoni. Guruch kulmaysiz bo'lmaydi, yaxshi emas, guruch shol bo'lib pishmadi, biz qutulmadik. Hop, endi shu jumlalarni keltirasiz, zanjir jumlalar. Ikkinchisi B shakli. Ya'ni ikkinchisi nimani keltiramiz? Bunga ham xuddi shu argumentni bilib oldik. Endi nima ekan desak, sabab ekan. Argument keltirasiz 2 ta yo 3 ta. 2 ta yoki 3 ta. 2 ta yoki 3 ta argument keltirasiz. Va eng oxirgisida mana S-sini yozib qo'ying mana bu yerga. Bunga ham fakt keltirasiz. Ya'ni dalil deb qo'ysak bo'laveradi. Bitta yoki 2 ta. Mana ko'rdingizmi, essay yozishdi. Bu essayga kiritiladigan narsalar hali o tayyorgarlik ko'rish haqida gapirilmadi sizlarga umuman. Bu mana fakt. Xo'p, endi hamma tushungan bo'lsa, buni screenshot qilib olsin. Endi uchinchisiga o'tdik. Uchinchisida nima beriladi? Screenshot qilib oldinglar. Xo'p, ketdik. Davom etamiz. Keyingisi. Uchinchisini ko'ramiz. Qarang. Bu uchinchisining nomi, uchinchi xat boshining nomi shaxsiy fikr deb yuritiladi. Shaxsiy fikr.
Shaxsiy fikr. Shaxsiy fikr. Endi qarang, birinchisi, bu eng birinchi qiladigan ishingiz tomonlardan ikkita tomonni keltirdik-ku, birinchi, ikkinchi xat boshida. Tomonlardan birini tanlab olasiz. Birini tanlash. Tanlash. Tomonlardan birini tanlashingiz kerak. Ikkinchi o'rinda, ya'ni men masalan aytadiganimcha, men raqamli san'atni tanladim, men shaxsiy fikrimcha deb boshlab turib, raqamli san'atni tanladim deysizda, ikkinchi o'rinda uni sababini keltirasiz. Nima uchun tanlaganingizni keltirasiz. Sabab keltiryapsiz. Ya'ni siz tilingiz bilan aytganda argument. Argument. Xo'p, uchinchi shaklda esa dalil keltiramiz. Dalil keltiramiz. Bitta yoki ikkita. Mana. Bitta yoki ikkita dalil keltiramiz. Xudo xolasa, umumiy holatda hozir xulosani ham tushuntirib bo'lganimdan keyin birgalikda bitta essay yozib beradi. Nasib qilsa, albatta shu 70 balldan yuqoriroq yozuvga e'tibor bermay tursa, yana qaytadan. Asosiy qism ifodalangan, xulosada nima qilishimiz kerak? Xulosada birinchi o'rinda biz ikkita qarash turadi. Asosiy qismda ifodalangan fikr va mulohazalarni umumlashtiramiz. Mana. Buni screenshot qilib oldinglar. Xo'p, xulosadachi? Xulosada e'tibor bering. Asosiy qismda ifodalangan fikr va mulohazalarni umumlashtirish. Xo'p, birinchi o'rinda umumlashtirish. Qanaqa umumlashtiramiz? Umumlashtirish. Qanaqa qilib umumlashtirsak bo'ladi bu? Bu yerda xulosa qilib shuni aytish mumkinki degan so'zlarni qo'llashingiz bo'ladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yo xulosa o'rnida shuni aytish kerakki degan fikrlarda aytishingiz bo'ladi. Ikkinchi o'rinda xulosa ikki yoki 3 jumladan iborat bo'lishi kerak. 2 yoki 3 jumladan iborat bo'lishi kerak. Xo'p, endi qarang. Xulosada nimalar keltiriladi? Xulosada birinchi o'rinda asosiy qismda aytilgan fikrlarni qisqacha eslatib o'tish. Birinchi o'rinda eslatib o'tish deb qo'yaman. Eslatib o'tish. Birinchi o'rinda fikrlarni eslatib o'tish. Ikkinchi o'rinda mana taklif berish. Biz uni taklifda nima deymiz ekan desak, yechim deb ketamiz. Essayda xulosa qismida yechim berasiz. Misol uchun aytadigan bo'lsak, men mana bu taklifni beraman deb turib taklifingizni aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Taklif ayta olmasangiz, sizni essay bo'lmaydi. Esingizdan chiqarmang. Taklif berasiz. Keyingi uchinchi o'rinda fikrni yakunlovchi iqtibos keltirib ketasiz. Ya'ni xulosalovchi iqtibos keltirasiz. Iqtibosingiz bo'lmasa bo'lmaydi. Toping. Uni qayerdan topaman desiz, essay yozishdan avval tayyorgarlik ko'rib olishingiz kerak edi. Shuning uchun. Ya'ni shu yerda yakunlovchi qism. Keyingisi. Endi to'rtinchisi shaxsiy fikrda, tepada shaxsiy fikr keltirdik bundan avvalgi xat boshida. Shaxsiy fikrda aytilgan ma'lumotni isbotlash. Isbotlash.
shular keltirish kerak. Endi siz aytishingiz mumkin, domla, bunda 2-3 jumla deyapsiz. Qanaqasiga shuncha narsa 2 jumla kiritish mumkin? Umumlashtirishda men xulosa unda shuni aytishim mumkinki, deb turib, bir tomonni tanlaysiz. Ana shu shaxsiy fikrda tanlangan tomonni tanlaysiz. Xo'p, eslatib o'tish, ya'ni shaxsiy fikrda nimalar aytganingizni eslatib o'tish. Keyingisi taklif berasiz va men shaxsiy fikrda mana bu fikrda aytdim deb turib, yakunlovchi qismda unga berayotgan mana bu iqtibosingiz shaxsiy fikrning dalillanishiga o'tib ketaveradi. Tushuntira oldimmi? Shaxsiy fikrning dalillanishiga o'tib ketaveradi. Shu bilan demak, esseda umumiy tarkibiy qismi shulardan iborat bo'ladi. Xo'p, endi e'tibor bering. Men guruhga rasm tashlab qo'yaman. Shu Xo'p, guruhga rasm tashlayman. Yaxshilab e'tibor berib turing. Kanaldagi rasmni ko'ringlar. Ko'rdinglarmi? Mana shu umumiy holatda STning tarkibiy qismlari, tarkibiy shakllari sifatida ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi ko'pchilikda muammo bo'layotgan narsa. STni umumiy holatda qanday tushunamiz? STga birinchi o'rinda tayyorgarlik ko'ring. STga tayyorgarlik ko'rmasa umuman bo'lmaydi. STga tayyorgarlik ko'rmasa bo'lmaydi. Endi siz aytishingiz mumkin, domla, bunaqa narsani ko'p joyda eshityapmiz. Xo'p, endi buni amaliy isbotini qanday ko'ramiz? Masalan, siz darsingizda amaliy isbotini ko'ra olamizmi degan narsa. Biz har bitta onlayn kurslarimizga, offlayn kurslarimizga tushuntirayotganimizda u bo'yicha ST yozib tushuntirib beradi. Chunki mana bu avtomat degan bilan ish bitmaydi. Uni ochib ko'rsangiz, voh, zo'r ekan deysiz. Shu yerda otishni ham o'rgatamiz. Faqat otib yuravermanglar. Davom etamiz. Endi bulardagi STga tayyorgarlik ko'rish qanday bo'ladi? STga tayyorgarlik ko'rish. Shoshilmang, umuman shoshilishda hech kimga foydasi yo'q. Mana bu yerda STni yozing. STni qarang. Birinchi o'rinda tayyorgarlik ko'rish. Birgalikda ST yozamiz. Mana STga tayyorgarlik ko'rish. Xo'p, STga tayyorgarlik ko'rish deganda biz nimani tushunamiz? STga tayyorgarlik ko'rish. Siz nima qilasiz? STni ko'rasiz, bitta-ikkita jinnik etib fikrlaringiz kelishi bilan tasarruf ST yozib ketasiz. O'rtaga endi fikr ham yo'q, ma'lumot ham yo'q. Shu bilan o'rta tupida qolib ketasiz. Siz nima qilgansiz? Tayyorgarlik ko'rmayapsizmi? Birinchi o'rinda STni birinchi tarafiga, birinchi tomon shakliga 5 ta dalil, 5 ta sabab topib oling. Mana sabab. Internetdan toping. Ikkinchisi, STni birinchi tomoniga 3 ta dalil toping. 3 ta dalil. Mana shu narsalarni qilinglar, qilib ko'ringlar, STlar avtomatik zo'r chiqadi. Uchinchi o'rinda ikkinchi tomon uchun 5 ta sabab. To'rtinchi o'rinda STni ikkinchi tomoni uchun
Uchta dalil. Keltiring shu narsalarni. Shu narsalarni keltiring. Keltirganingizdan keyin haqiqiy sizni esdangiz chiqadi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, buni screenshot qilib olinglar. Mana e'tibor bering. STD mavzusini ko'rib o'ting. Qarang. ST mavzusi. Plastik va maishiy chiqindilar bugun butun dunyo uchun katta ekologik xavf tug'diradimi? Tug'dirmoqda. Ba'zilar bu muammo faqat zamonaviy texnologiya va qayta ishlash sanoati orqali hal qilinishi mumkin deyishadi. Boshqalari esa asosiy yechim fuqarolarning ekologik odatlar va tarbiyalashi bog'liq deb hisoblaydilar. Mana bu yerda men mavzuni sizga tashlab beraman. Endi shu mavzu bo'yicha ozgina fikrlar yuritamiz. Nimalar keltirilyapti, nimalarga oid fikrlarni berishimiz mumkin, ko'ramiz. Mana bu STD mavzu. Bunga oid fikrlarni bir chekkadan berib ketaveramiz. Argumentlar qanaqa bo'ladi, dalillar qanday bo'ladi? Mana kanalga tashlanyapti. Xo'p, endi ko'rib o'tamiz. Xo'p, ovoz, ekran, ovoz va ekran bormi ustoz? Ekran men bo'lsa kerak. Ovozlar eshitilyaptimi ustozlar? Ovoz bormi? Ovoz bormi ustozlar? Ovoz bormi? Ha. Ekran endi ko'rindimi? Mayqqa chiqib oldim. Xolos, mana bu tomonda turibdi ekran. Ha, men o'zim qo'lim tegib ketib qolibdi ekranga, xafa bo'lmaysizlar. Mana qani Ezopa mikrofonda ezib qo'yibman. Gapirayotganimda, yozayotganimda bo'pti bu holat. Inson omili buni to'g'ri tushunib qo'yasizlar. Ketdik. Endi qarang, e'tibor bering. Sizga berilayotgan ma'lumotlarimiz. Qarang, texnologiyalarni qayta ishlash kerakmi yoki fuqarolarga ekologik tarbiyani mustahkamlash kerakmi? Bizni oldimizda STD ikkita mavzusi turibdi. Ikkita tomon, ikkovi tomonda bir mana aytganimizdek, birinchi, ikkinchi xat boshida ikkovi mavzuni ikkovi tomonni yoritib beramiz. Uchinchi xat boshida ikkovisidan qaysi birini tanlaymiz.
Mana men ham hozir masalan sizga boshqa joy biror yerda o'qib berganim yo'qman. Aytib ketaman. Bu narsalarni aytib, yozib ketaman. Qarang. Mavzuni guruh kanalimizga tashlab qo'ydik. Ya'ni mavzuning nomini aytadigan bo'lsak, plastik va maishiy chiqindilar butun dunyo uchun katta ekologik xavf tug'dirmoqda. Ba'zilar bu muammo zamonaviy texnologiyalar va qayta ishlash yo'li bilan hal qilish kerak deb hisoblasa, boshqa toifa vakillari insonlarda ekologik ongni yuksaltirish kerak deb hisoblaydi. Hop, ketdik. Endi buni birinchi tomon. Birinchi tomon qaysi? Texnologiyalar va qayta ishlash. Qayta ishlash deb qo'yaveray. Mana. Birinchi bo'lib turib men nima qilaman? Tayyorgarlik ko'rib olaman. Essay har qanaqa essay yozishdan avval to'xta, essay mavzusi birinchi tomoni qayta ishlash va texnologiyalar ekan. Bunga men argumentlarimni keltirib olay, sabablarimni. Birinchi o'rinda ekologiya asraladi. Mana, ko'ryapsizmi? Men hali essay yozganim yo'qman, tayyorgarlik ko'ryapman. Ikkinchisi, resurslar tejaladi. Uchinchisi, iqtisodiyot o'sadi. Mana, 3 ta sababni keltiraman. Menga shu 3 sabab yetadi birinchi tomonga. Xo'p, ikkinchi tomonga nimani keltiraman? Buni screenshot qilib olasizlar. Birinchi tomon deb qo'yaman aytgan. Ikkinchi tomonga nimani keltiraman? Mana ko'rdingizmi, siz bilan meni essay yozishimday farqi. Men birinchi o'rinda tayyorgarlik ko'rib olaman. Siz ham demak essay yozishingizdan avval, hurmatli ustozlar, abituriyentlar, birinchi o'rinda tayyorgarlikni ko'rib oling. Endi ikkinchi. Eko tarbiya deb ko'ray. Ya'ni insonlar o'rtasida ekologik tartibni saqlash va odatlarni joy-joyiga qo'yish. Eko tarbiyasi deb qo'ydim. Mana juda masjid chatoq yozilibdi. Xo'p. Eko tarbiyasi. O'quvchilarning eko tarbiyasi. Eko tarbiya. Birinchi o'rinda nima men keltira olaman? Argument, ya'ni sabab. Chiqindilarning inson tomonidan boshqarilishi. Rostdan bu narsa bor. Isbotlab beraman men hozir. Chiqindilarning inson tomonidan boshqarilishi. Chiqindilarning inson tomonidan boshqarilishi. Ikkinchisi, jamiyatdagi kichik odatlar nima deyishimiz mumkin? Masalan, mana bu narsani o'ylayapman. Jamiyatdagi ma'lum bir kichik odatlar katta xavflarning oldini olish kerak. Misol uchun, oddiy baklashkani musor paketga tashlash kerakmi? Kerak. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, partan tagiga zvochkani yopishtirmaslik kerakmi? Kerak. Yoki yo'lni bo'yiga hamma ko'radigan joyga, jamoat joyiga axlatni tashlab ketmaslik kerakmi? Kerak. Shu narsalarda nima deyishimiz mumkin? Kichik odat mana. Jamiyatdagi kichik odatlar katta muammolarning oldini oladi. Katta muammoni oldini oladi. Yana bitta argumentim bor. Endi buni qilmay qo'yaraman. Aytib ketaveraman. Mana eko tarbiya. Ya'ni eko tarbiyani shakllantirish kerak. Shu uchalasini keltirishimiz kerak. Argument shu.
Xo'p, endi e'tibor bering. Mana shu xuddi shu holatda 70+ essay shakllarini men albatta darsni oxirida sizlarga o'zi sovg'a deb qo'ydim. Sovg'aligi qolmadi. Shu narsalarni sizga tashlab beraman. Tashlab berishga harakat qilaman. Ma'lum bir guruhda bu narsalarni hammasi aytib beriladi. Ekran menimcha hammaga ko'rinyapti shekilli. Ekran yoniq ekan menda. Ekranni rasmga tashlab qo'ydi. Hop, davom etamiz. Endi e'tibor bering. Shu bo'yicha yozgan essaylarimizni ishlaymiz sizlarga. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, tayyor essay yozib tashlab qo'yamiz. Darsda nima kamchilik, nima muammo? Aytinglar fikringizni. Va undan keyin biz sovg'alarga o'tamiz. Nima muammo dars mavzusi bo'yicha? Mavzu bo'yicha savolinglar bo'lsa, yozinglar. Agar mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, plus belgisini qo'ysanglar, ekranni yo'qotamiz biz. Ekranni o'chirib turib, jonli efirda chatga o'tamiz. Demak, darsimiz asosiy bu yerda struktura, umumiy essaydagi mavzularimizni hozir bir 10dan birini o'tdik desak bo'laveradi. Umumiy holatda demak ekranni o'chiramiz. Ekrandagi asosiy muammolarimiz tugadi. Endi jonli efirda shakllantirsak bo'laverar ekan.